Qashqadaryoliklar uchun yangiliklar. Bugun Shavkat Mirziyoyev faollar bilan yig'ilish o'tkazdi va unda bir qancha yangiliklar aytildi. Jumladan mashhur Chiyal bozori haqida va Yaxni bozori haqida aytildi. Hozirda Yaxni bozori faqat yakshanba kuni ishlaydi. Hammamiz bilamiz. Shuni sharoitlarini yaxshilab, yoniga mehmonxona qurib, avtoturargohlar qilib, har kuni ishlaydigan qilsak shu bozorni, chunki bu 100 yildan buyon kelayotgan an'ana mashhur Yaxni qilinadi degan bir fikr bo'ldi. Bundan tashqari Hisorak suv omboridan Qarshi shahriga ichimlik suvi tortilar ekan. Yo'llar haqida ham gapirildi. Jumladan Qarshi Shahrisabz kitob aniqrog'i magistral yo'lini 106 kilometri adashmasam, demak rekonstruksiya qilinar ekan va 4 polosali yo'lga aylantirilar ekan. Bundan tashqari Toshkent-Termiz yo'nalishidagi aynan Qashqadaryodan o'tgan 60 kilometr yo'l ham 4 polosali yo'lga aylantirilar ekan. Hop, yana bir yangiliklardan kitobda 100 gektar hududda 20 tonna oltin zaxirasi aniqlanibdi. Shunga 100-150 million dollar pul tikib, u yerdan demak ishlab chiqarish yo'lga qo'yaman degan tadbirkorlar chiqayotgan ekan. Shuning uchun bu joy, mana shu hudud, shu oltin topilgan, zaxiralar topilgan hudud auksionga qo'yilar ekan va bunaqangi yana bir qancha hududlar aniqlanibdi kitobda, Chiroqchida. Ular ham avval geologiya ishlari o'tkaziladi va agarda hammasi joyida bo'lsa, keyin ular ham auksionga chiqarilar ekan.